Yaqinda buxorolik aka Valijon akamiz ham ishini tugatgandik. U ham videosini tashlab yuborgan. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xo'p, yaxshimi? Men o'tdim, Shuhratjon keldim. Xudo xolasa Rossiyadaman mana. Rahmat sizga, Alloh rozi bo'lsin. Buni ko'raman. Hammasi yaxshi, katta rahmat. Shu deport ochayotgan odamlar bilan yonma-yon o'tirib video qila olmayapman. Sababi men O'zbekistonda, ular Rossiyada chegaradan o'tib olgandan keyin ishonishyapti. Ungacha ishonish hosil bo'lmayapti. Shuning uchun yonma-yon video qila olmayapman do'stlar ular bilan. Shunaqa qilib o'zim tumalab video qilib chiqaryapman. Iloji yo'q boshqacha endi shunaqa qilib zapislar ko'rsatyapmiz. Hammasi o'zi yangi holatda deport ochilayotganligi, haqqoniyligini ko'rsatish uchun videolar olib chiqaryapmiz do'stlar. Aldash yo'q bizda.